ajoyib yengillik qildi. 3 ta Lamborghini Siam mashinamizni hop Navoiyga tayyorlab qo'ydik. Narigisini Samarqandga, bu yoq tomondisini Qashqadaryoga tayyorlab qo'yganmiz. Dizaynlariga o'zingizlik xudo xohlab qo'yasizlar. Bu mashinamizning ustunlari xassiy mashina kraskasi sepilgan bo'ladi. Balonlar yumshoq, orqasi drift uchun mo'ljallangan balonni bo'ladi. Nomer prava chexlasi bantilari bilan tayyorlab qo'yganmiz. Sidinalar kojinli bo'ladi. Uzun komplektatsiyasi zaryadka ustroyствоsi bilan pult upravleniya chiqadi. Bu mashinamiz original litsenziyoniy model bo'ladi. Skorost kontrollari, multimedialar info komplektatsiya chiqqan bo'ladi. Bolaning samosatini haydash uchun pedallari bor. Dokumentlari, undan tashqari bolaning samosatini haydayotgan rullardan bemalol multimediadan boshqarsa bo'ladi. Monitorlari chiqadi. Monitorlar sensorli bo'ladi. Eshik ochilishlari, eshiklar shunday katta bo'lib ochiladi. Bu mashinamizning yon tomondan ko'rinishi, orqa tomondan ko'rinishi, old farlar leddan bo'ladi. O'zida radioteleskop signalari bo'ladi. Kattalar uchun mo'ljallangan paroglari bilan chiqadi. Kimga shunaqa original litsenziyoniy modelda kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimizni mutlaqo bepul mana shunaqa podarочный ko'rinishda qilib yetkazib beramiz.